Hürmetli vatandaşım, bugünkü dersimizi başlayımız. Cumhurbaşkanı Taşkı İşler Ministeri Cenubi Deniz Hareket Orunlaştırışını aşkarladı. Devlet İşler Katibi John Kerry Naq Meydan'da qolladığı mavzulu haber 8. ayının 5. günü Vanvitor beti ilan kılındı. Xitayning Tashqi ishlar ministri mundaq ko'rsatdi. Reis Xi Jinping yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlariga davlat ziyorati bilan yetib keldi. Jungo taraf Amerika taraf bilan har qaysi turlar bo'yicha birlikda tayyorlik qilishni xohlaydi. Bu qatimqi tarixiy xarakterlik davlat ishlar ziyoratining o'ng'ishli natijalarga erishishini kafolatga ega qiladi. Amerika Cumhuriyeti iki devletinin her qaysi sahalar bo'yicha o'zaro manfaat yetkazish va hamkorlikni Cumhuriyet Amerika yangi tiplik cho'ng davlatlar munosabati qurilishini ilgari surishni planlab qolmasdan ikki davlat xalqaro jamiyatga o'rtoqlashib aktiv va haqiqiy signal tarqatdi. İki davlat xalqaro jamiyatga o'rtoqlashib aktiv va haqiqiy signal tarqatdi. Cumhurbaşkanı Tashqi ishlar ministri Wang Yi mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf Amerika taraf bilan qo'sh taraflik mablag' selish kelishimini ilgari surdi. İki davlat armiyalarining bir-biriga ishonish tadbirlarini ilgari surdi. Havo klimati o'zgarishiga taqobil turish, pul muomala, savdo tijorat, energiya, elib qochgan pulni qaytarib kelish, adliya ishlari, ommaviy tozalik va boshqa taraqqiyot sohalari bo'yicha o'zaro manfaat yetkazish va hamkorlashishga qo'shiladi. Uningdan boshqa Jungo taraf Chavshan yadro qurollari, Iran yadro qurollari masalasi, O'rta Sharq masalasi va terroristlarga qarshi turish, Afg'oniston masalasi qatorliq xalqaroliq va rayon xarakterlik masalalarda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan moslashib harakat qiladi va dunyo tinchligini va muqimlikni qo'g'dash jihatda qurilish xarakterlik rol o'ynashni xohlaydi. Tashqi ishlar ministri Wang Yi yana mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Jungo tarafga eng muhimi strategik o'zaro ishonishni tadrijiy yaxshilab, Osiyo Tinch okean rayonida yaxshi sifatlik o'zaro almashtirish masalasidir. Dal mushu masala Jungo bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi eng muhim masaladir, deydi Tashqi ishlar ministri Wang Yi efendi. Bu yil 2. Dünya urushi g'alabasining 70 yilligini xotirlash yilidir. Şu vaqtda Amerika Jungo qatorliq davlatlar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yadro qilgan xalqaro tartib, xalqaro sistemni o'rtaq qurib chiqqan. Jungo navbatdagi xalqaro tartibning qurg'uchi va himoya qilg'uchi davlatlarning biridir. O'xshashli xalqaro vaziyatning o'zgarishiga erishib, Jungo har qaysi taraflar bilan birlikda o'zliksiz islohot olib berib, bu sistemini, ya'ni xalqaro sistemini o'zliksiz mukammallashtirib, dunyodagi har qaysi davlatlarning o'rtaq orzulariga moslashtirishni xohlaydi. Minister Wang Yi mundaq ko'rsatdi. Jungo Osiyodagi davlatdir. Amerika Qo'shma Shtatlarining Osiyoda real manfaati bor. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlarining Osiyo Tinch okean rayonidagi manfaatini bugun Jungoning Tashqi ishlar ministri Wang Yi e'tirof qildi degan so'z. Amerika Qo'shma Shtatlarining Osiyoda real manfaati bor. Jungoning Amerikani Osiyodan qo'g'lab chiqarib etish niyati yo'q. Jungo Amerikaning Osiyoda aktiv rol o'ynashini ko'rishni xohlaydi. Bu rayonda nurg'un masalalarni Amerika Jungo hamkorlashmay turib hal qilg'ili bo'lmaydi. Albatta shundoq Wang Yi efendi Tibet masalasi va Uyg'uriston masalasini Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bilan Jungo hamkorlashmay turib hal qilg'ili bo'lmaydi. Demak, shu nuqtaga kelgan ekansiz, qo'llaymiz Wang Yi efendi. Maqolamizning davomini 2. leksiyada anglaysizlar vatandoshim.